180 ming so'm aka. Xo'p. Aka, menga yana 30 ming so'm bersiz, men sizga 50 ming so'm beraman. Men sizga 200 ming so'm berdim-ku, 20 ming so'm sizlarga qaytarib beravering. Aka, siz noto'g'ri tushunyapsiz. Dachimiz yo'qligidan 30 ming so'm menga bersiz, men sizga 50 ming so'm qaytaraman. Yo, men aldayapsiz, boshlig'ingizni chaqiring menga. Aka, boshliq chaqirish hojati yo'q. Mana men sizga misol tushuntiraman. Mana 200 ming siz berdingiz. Men sizga 20 ming qaytarishim kerak. Siz menga 30 ming bersiz, men sizga 50 ming qaytaraman. Shu narsa 200 ming so'mmi? Aka, mana 200 ming so'm bergan pulingiz. Bu do'konda 50 ming so'm. Bu olgan narsiz. Sog' bo'lasiz. 20 ming so'm sizlarga bermaysizmi?